Aydiz bemor degan so'zni olganimizda ko'pinchimizning badani shurkinib ketadi va bu bemor yaqinroq turib qolib qolsa menga aydiz yuqib qolarmi deb ansiraydiganlarim bor. Amaliyotda aydiz unchalik oson yuqadigan kasallik emas. Aydiz virusi bemorning badan suyuqligi qarshi tarafning badaniga ko'p miqdorda kirganda ondan aydiz kasali yuqumdi. Bu yerda suyuqlik deganimiz qon, ana suti, jinsiy yo'l ajratma suyuqligini ko'z tutadi. Tövəndə tordashlarga kunlik turmushdagi qaysi odatlarimizda aydiz yuqmaydiganligini tonishtiramiz. Birinci, aydiz bemori bilan yüz paranlaşsanız aydiz yuqmaydi. Ansirmang keng quchoqda paranglashing. İkinci, qo'l tutishib, yuz yiqishib, quchoqlashib ko'rishsangizmi aydiz yuqmaydi. Ammo hozir koronavirus yuqish ehtimoli bakrak yuqori, shunga yana tavsiya qilmayman. Üçüncü, aydiz bemorining uyida mehmon bo'lsangiz, qo'nsangiz aydiz yuqmaydi. To'rtinchi, bir ustalda tamoq yeyish, hatto o'xshash taqsidan pishirilgan ko'ktat ilib yesangizmi aydiz yuqmaydi. Beshinchi, o'xshash uy buyumlari, o'xshash tish parashuki ishlatsangiz aydiz yuqmaydi. 6. Yo'tal tushkirish. Aydiz bemori oldingizda bir ikkini tushkirib qo'yganga, yutilib qo'yganga siz aydiz bo'lib qolmaysiz. 7. Pashi chiqish orqali aydiz yuqmaydi. Aydiz virusi pashining badanida uzun yasholmaydi. 8. Aydiz yo'ldoshi yoki ayoli bilan jinsiy turmushda er taraf homildorlikdan saqlanish qapchiqini to'g'ri ishlatsa va ya ba'zi nuqtalarga diqqat qilsa aydiz yuqmaydi. 9. Aydiz kasali bor yo'ldoshi, ayoli va ya ota-onasi bilan diqqat qilib turib munchiga tushsa aydiz yuqmaydi. 10. Aydiz virusiga qarshi dorilarni doktor tavsiyasi bilan qo'llanib turib homildor bo'la oladi va nihoyatda yuqori ehtimollikda sog'lom bola tug'iladi. Yuqorida tilga ilingan nuqtalarning ko'pinchisi kunlik turmushimizda doim uchraydigan ahvollardir. Ko'pinchimiz bu yo'llardan aydiz yuqib qoldi deb bek ansirab ketadi. Ammo uzun yillik tadqiqotlarga asoslanganda yuqorqi yo'llardan aydiz kasali yuqmaydiganligi isbotlandi. Aydiz bemori to'g'ri dori ishlatish, turmush uslubini o'zgartirish orqali boshqa sog'lom kishilarga o'xshash, hatto ko'pincha kishilardanmi uzun yoshgacha yashay oladi. Balaliq bo'laydi va baxtli oilaga erisha oladi. Ammo hozirgi ahvol bo'lsa, bemor o'zining tirishchanligi, g'ayrati bilan sog'lomlik jihatdan kasalni yengan bilan jamiyatdagi nodonlikni, johillikni yengish tasbih bo'ladi. Hozirgi jamiyatimizda hilam aydiz bemorini og'ir darajada kamsitish, org'a olmaslik, xizmat fursati va o'qish fursati bermaslik, orqasidan so'z cho'chak tarqitish, maxfiyatligini oshkorlash, hatto sog'lom bolalarni maktabda, yaslida org'a olmaslik, oldirmaslik ahvollari bo'lyotidi. Bundaq nodonlarcha bo'layotgan kamsitishlarni qattiq to'sishimiz lozim. Aydiz bemorlariga hurmat, izzat lozim. Ularga o'qish, xizmat qilish, oddiysi normal odamlik yashash huquqini berishimiz lozim. Agar aydiz yuqish yo'llariga qiziqsangiz, aydizning yo'qidan 8 asosli yo'lni yana bir videomizda tunishtirdik. Aydizning yo'qidigan va yo'qmaydigan yo'llarga bo'lgan savollaringiz bo'lsa, bizga tortinmay uchur qoldirsangiz bo'ldi. Agar filmimizni foydali his qilsangiz, qanimizga a'zo bo'lib qo'yishingizni va atrofingizga tarqatib tavsiya qilib qo'yishingizni umid qilamiz. Sizning qo'lishingiz bizga eng chong madaddir.